pensiyaga chiqqan bo'lsangiz yoki uyingizda pensioner ota-onangiz bo'lsa, 2026 yilda ayrim to'lovlarni ortiqcha to'lab yuborish xavfi bor. Men bugun sizga juda muhim masalani sodda qilib tushuntiraman. Pensionerlar qaysi holatda to'lamasligi mumkin, qaysi holatda esa to'lashga majbur bo'ladi. Eng muhimi imtiyozni yo'qotib qo'ymaslik uchun nima qilish kerak? Bu ma'lumot har bir xonadonga tegishli. Chunki birgina hujjat topshirilmagani uchun odamlar yillar davomida ortiqcha pul to'lab keladi. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bunday mavzularni oddiy odam tushunadigan tilda aniq misollar bilan tushuntirib boraman. Men avval eng muhim narsani aytib qo'yaman. Pensioner degani avtomatik ravishda barcha soliq, kommunal yoki davlat to'lovlaridan ozod degani emas. Ko'pchilik aynan shu joyda adashadi. Kimdir men pensionerman, demak hech narsa to'lamayman deb o'ylaydi. Yana kimdir aksincha baribir hammasini to'lash kerak deb imtiyoz borligini bilmaydi. Aslida masala ancha nozik. Imtiyozning turi bor, sharti bor. Ariza berish tartibi bor. Hujjat bilan tasdiqlash talabi bor. Oldin odamlar ko'pincha mahalla, soliq idorasi yoki kadastrdan og'zaki ma'lumot olib yurardi. Ayrim joylarda pensionerga imtiyoz avtomatik qo'llanardi. Ayrim joylarda esa fuqaro o'zi murojaat qilmaguncha hisob-kitob davom etardi. Hozir esa ko'p ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshiriladi. Lekin elektron tizim borligi ham hamma narsa o'z-o'zidan hal bo'ladi degani emas. Masalan, uy kimning nomida, kadastr hujjati to'g'rimi? Pensionerning doimiy ro'yxati qayerda? Imtiyoz faqat bitta obyektga tegishlimi yoki bir nechta mulkka ham qo'llanadimi? Mana shu savollar natijani butunlay o'zgartirib yuboradi. 2026 yilda ham pensionerlar uchun eng ko'p savol tug'diradigan yo'nalishlar mol-mulk solig'i, yer solig'i, ayrim davlat xizmatlari uchun yig'imlar. Shuningdek, mahalliy tartibda beriladigan kompensatsiya va yengilliklar bo'ladi. Men bu videoda asosiy e'tiborni aynan uy-joy, yer va hujjat bilan bog'liq to'lovlarga qarataman. Chunki pensionerlar eng ko'p shu masalada ortiqcha to'lov qilib qo'yadi. Birinchi navbatda pensionerlar nimani bilishi kerak? Agar siz pensiya yoshida bo'lsangiz, sizga ayrim soliq imtiyozlari berilishi mumkin. Lekin bu imtiyoz odatda shaxsning o'ziga emas, uning egaligidagi muayyan mulkka nisbatan qo'llanadi. Ya'ni uy sizning nomingizda bo'lsa, kadastr hujjatida egasi sifatida siz ko'rsatilgan bo'lsangiz. Pensiya guvohnomangiz yoki pensiya olayotganingiz haqidagi ma'lumot mavjud bo'lsa, shunda imtiyoz masalasi ko'rib chiqiladi. Oddiy misol keltiraman. Toshkent viloyatida yashovchi 68 yoshli pensioner ayolning nomida bitta hovli bor. Hovlining kadastr qiymati shartli ravishda aytaylik 300 million so'm. Har yili unga mol-mulk solig'i hisoblanadi. Agar amaldagi tartib bo'yicha pensionerga bitta turar joy bo'yicha imtiyoz berilsa, u bu imtiyozdan foydalanishi mumkin. Lekin buning uchun uy haqiqatan ham uning nomida bo'lishi, ma'lumot soliq bazasida to'g'ri aks etishi va zarur hollarda ariza berilishi kerak. Agar uy hali ham marhum turmush o'rtog'i nomida turgan bo'lsa, ayol amalda shu uyda yashasa ham soliq bazasida egasi boshqa shaxs bo'lgani uchun imtiyoz qo'llanmay qolishi mumkin. Ikkinchi misol. Bir pensioner otaxonning nomida ikkita uy bor. Biri o'zi yashaydigan uy, ikkinchisi farzandlariga berilgan. Lekin hujjatda hali ham otaxon nomida. Ko'p hollarda imtiyoz faqat bitta obyektga qo'llanishi mumkin. Demak, otaxon men pensionerman deb ikkala uy uchun ham to'lovdan ozod bo'lib qolmaydi. Soliq organi yoki tizim qaysi obyektga imtiyoz qo'llanishini aniqlaydi. Ba'zan fuqaro o'zi ariza bilan murojaat qilib, imtiyoz qaysi uyga qo'llanishini ko'rsatishi kerak bo'ladi. Agar ariza berilmasa, qimmatroq uyga emas, tizimdagi tartib bo'yicha boshqa obyektga qo'llanib qolishi mumkin. Natijada pensioner yil oxirida nega menga soliq chiqdi deb hayron bo'ladi. Uchinchi misol, pensioner ayol kvartirada yashaydi. Lekin kvartira o'g'lining nomida. Ayol pensiya oladi, barcha kommunal xarajatlarni o'zi to'laydi. Uyda doimiy ro'yxatda turadi. Lekin mol-mulk solig'i bo'yicha imtiyoz mulk egasiga bog'liq bo'lsa, bu holatda imtiyoz ayolga emas, kvartira egasi bo'lgan o'g'liga nisbatan ko'riladi. O'g'il pensioner bo'lmasa imtiyoz berilmasligi mumkin. Mana shu holat juda ko'p uchraydi. Odamlar uyda pensioner yashaydi degan sabab bilan soliq chiqmasligi kerak deb o'ylaydi. Aslida esa hujjatda kim mulkdor ekani birinchi o'rinda turadi. To'rtinchi misol. Pensionerning nomida hovli bor, lekin yer maydoni katta. Uy joylashgan yer uchun alohida tartib
tadbirkorlik yoki boshqa maqsadda foydalanilayotgan yer uchun esa boshqa tartib bo'lishi mumkin. Agar hovlining bir qismi do'kon, ustaxona, ijara uyi yoki tijorat maqsadida ishlatilsa, men pensionerman degan gap barcha hisob kitobni bekor qilmaydi. Soliq organi foydalanish turiga qaraydi. Uy joy sifatidagi qism bo'yicha imtiyoz bo'lishi mumkin. Ammo tadbirkorlik faoliyati yuritilayotgan qism uchun to'lov saqlanib qolishi mumkin. Kimlar xavotir olishi kerak? Men birinchi navbatda hujjatlari tartibga keltirilmagan pensionerlarga e'tibor beraman. Uy otaning nomida, ona yashayapti. Uy boboning nomida, nevaralar foydalanyapti. Kadastr eski, maydon noto'g'ri, meros rasmiylashtirilmagan. Mana shunday holatlarda imtiyoz noto'g'ri hisoblanadi yoki umuman qo'llanmaydi. Ikkinchi xavfli guruh. Nomida bir nechta obyekt bor pensionerlar. Ular qaysi obyektga imtiyoz berilishini albatta tekshirish kerak. Uchinchi guruh so'nggi yillarda uy sotib olgan, haddi olgan yoki meros qilib olgan pensionerlar. Chunki yangi mulk bazaga tushadi. Lekin imtiyoz avtomatik qo'llanishi har doim ham kafolatlanmaydi. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning nomingizda bitta turar joy bo'lsa, kadastr hujjatlari to'g'ri bo'lsa, pensiya maqomingiz elektron bazalarda ko'rinsa, oldingi yillarda imtiyoz to'g'ri qo'llangan bo'lsa, sizda xavf kamroq. Lekin men baribir yil boshida shaxsiy kabinet, soliq ilovasi yoki tuman soliq inspeksiyasi orqali hisob kitobni tekshirib qo'yishni tavsiya qilaman. Chunki bazadagi bitta texnik xato ham to'lov chiqarib yuborishi mumkin. Raqam bilan tushuntiraman. Aytaylik, pensionerning uyiga yiliga 2 ming so'm mol-mulk solig'i chiqdi. Agar u imtiyozga haqli bo'lsa, bu pulni to'lamasligi mumkin edi. Lekin u buni bilmagani uchun 3 yil davomida har yili to'ladi. Natijada 7 ming so'm ortiqcha to'lov bo'ldi. Ba'zi hududlarda yer solig'i ham qo'shilsa, bu summa 20 million so'mdan oshishi mumkin. Pensioner uchun bu kichik pul emas. Bu dori-darmon, oziq-ovqat. Kommunal to'lov yoki nabiraga yordam puli bo'lishi mumkin. Yana bir vaziyat. Pensioner ota o'z nomidagi uyini ijaraga bergan, o'zi esa farzandining uyida yashayapti. Agar uy ijara daromadi manbaiga aylangan bo'lsa, bu yerda faqat pensionerlik imtiyozga tayinish noto'g'ri. Ijara daromadi, soliq majburiyati, mulkdan foydalanish maqsadi alohida baholanadi. Men bunday holatda albatta soliq maslahatchisi yoki tuman soliq idorasidan yozma tushuntirish olishni maslahat beraman. Og'zaki gap bilan yurish keyin muammo tug'diradi. Endi eng muhim istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik joylarga o'tamiz. Birinchi noziklik, imtiyoz faqat murojaatdan keyin qo'llanishi mumkin bo'lgan holatlar bor. Odam men haqimda davlat biladi-ku deb o'ylaydi. Ha, davlat bazalarida pensiya ma'lumoti bo'lishi mumkin. Lekin mulk bazasi, kadastr bazasi, soliq bazasi va pensiya bazasi o'rtasida ma'lumot to'liq mos kelmasa, tizim sizni imtiyozli shaxs sifatida tanimasligi mumkin. Ismingizda bitta harf farq qilsa ham, pasport ma'lumoti yangilanmagan bo'lsa ham, eski kadastr raqami turgan bo'lsa ham muammo chiqadi. Ikkinchi noziklik, imtiyoz har doim ham qarzdorlikni avtomatik o'chirib tashlamaydi. Siz 2026 yilda pensioner sifatida imtiyozga haqli bo'ldingiz. Lekin 2024 yoki 2025 yillardan qolgan qarzingiz bor. Bu qarzning kelib chiqish sababini alohida tekshirish kerak. Agar o'sha yillarda ham imtiyozga haqli bo'lgan bo'lsangiz, qayta hisob kitob so'rashingiz mumkin. Lekin agar o'sha davrda imtiyoz sharti bajarilmagan bo'lsa, qarz saqlanib qolishi mumkin. Shu sababli men doim hisob varag'ini yillar kesimida tekshirishni aytaman. Uchinchi noziklik, ro'yxatda turish va mulkdorlik bir xil narsa emas. Pensioner uyda propiskada bo'lishi mumkin, lekin uy uning nomida bo'lmasligi mumkin. Aksincha, pensioner uy egasi bo'lishi mumkin, lekin boshqa joyda ro'yxatda turishi mumkin. Imtiyoz shartlarida qaysi biri talab qilinayotganini aniq bilish kerak. Ba'zan turar joyning mulkdori bo'lish asosiy shart bo'ladi. Ba'zan esa doimiy yashash holati ham ahamiyatga ega bo'ladi. 4-noziklik, meros masalasi. Juda ko'p oilalarda uy egasi vafot etgan, lekin meros rasmiylashtirilmagan. Beva ayol yoki beva erkak pensioner sifatida uyda yashayapti. Lekin kadastrda hali ham marhumning ismi turibdi. Bunday vaziyatda imtiyoz to'liq ishlamasligi mumkin. Men bunday oilalarga meros hujjatlarini cho'zmaslikni maslahat beraman. Notariusga boring, meros ishini oching, vorislik guvohnomasini oling, keyin kadastrni yangilang. Shundan keyingina soliq bazasida haqiqiy egasi ko'rinadi. 5-noziklik.
ortiqcha to'langan pulni qaytarish yoki keyingi to'lovlarga o'tkazish mumkin bo'lgan holatlar bor. Agar siz imtiyozga haqli bo'lganingiz holda soliq to'lab yuborgan bo'lsangiz, endi bo'ldi pul ketdi deb qo'l siltamang. Ariza yozib qayta hisob-kitob so'rashingiz mumkin. Agar ortiqcha to'lov tasdiqlansa, u keyingi soliq majburiyatlarga o'tkazilishi yoki belgilangan tartibda qaytarilishi mumkin. Lekin buning uchun chek, to'lov kvitansiyasi, shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pensiya hujjati va mulk hujjatlari kerak bo'ladi. 6-noziklik. Kommunal to'lovlar bilan soliq imtiyozini aralashtirmang. Elektr, gaz, suv, chiqindi, issiqlik uchun to'lovlar boshqa tizim, pensioner bo'lish kommunal xizmatlarni to'liq bekor qiladi degani emas. Ayrim toifadagi shaxslarga kompensatsiya, subsidiya yoki mahalliy yordam berilishi mumkin, lekin bu alohida tartib. Masalan, kam ta'minlangan oilalar reyestrida turish, nogironlik guruhi, yolg'iz keksalik, urush yoki mehnat faxriysi maqomi kabi qo'shimcha omillar bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensionerlar 2026 yilda to'lamaydi degan gapni hamma to'lovlarga birdek qo'llash xato. 7-noziklik, jarima va penya masalasi. Agar soliq noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, uni vaqtida aniqlash kerak. Chunki tizimda qarzdorlik tursa, vaqt o'tib penya chiqishi mumkin. Keyin fuqaro aslida imtiyozga haqli ekanini isbotlab yuradi. Men har yili kamida 2 marta yil boshida va to'lov muddati yaqinlashganda shaxsiy soliq hisobingizni tekshirishni maslahat beraman. Bu 5 daqiqalik ish, lekin katta asab va pulni saqlab qoladi. 8-noziklik. Farzandlar nomiga rasmiylashtirilgan uylar. Ba'zi oilalar pensioner ota-onaning nomidagi uyni farzand nomiga o'tkazadi. Keyin nega imtiyoz yo'qoldi deb so'rashadi. Sababi oddiy, endi mulkdor pensioner emas. Agar farzand imtiyozli toifaga kirmasa, soliq umumiy tartibda hisoblanadi. Shuning uchun mulkni hadya qilish, sotish yoki nomini o'zgartirishdan oldin nafaqat notarius xarajatini, balki keyingi yillardagi soliq oqibatini ham hisoblash kerak. Endi nima qilish kerakligini aniq qadamlar bilan aytaman. Birinchi qadam, o'zingizning nomingizda qanday mulklar borligini tekshiring. Buning uchun kadastr hujjatlaringizni ko'ring, davlat xizmatlari markaziga boring yoki elektron xizmatlardan foydalaning. Sizda bitta uy bormi, ikkita uy bormi, yer maydoni bormi, garaj yoki dala hovli bormi? Hammasini bilishingiz kerak. Ko'pchilik o'z nomida eski yer, ulush yoki foydalanilmayotgan obyekt borligini unutib yuboradi. Ikkinchi qadam, soliq hisob-kitobini tekshiring. Soliq organining shaxsiy kabineti mobil ilova yoki tuman soliq inspeksiyasi orqali 2026 yil uchun sizga qanday soliq hisoblanganini so'rang. Faqat umumiy summani emas, aynan qaysi obyektga qancha hisoblanganini ko'ring. Agar 2 obyekt bo'lsa, imtiyoz qaysi biriga qo'llanganini aniqlang. Agar siz qimmatroq uyingizga imtiyoz qo'llanishini xohlasangiz, buni ariza orqali aniqlashtirish kerak bo'lishi mumkin. 3-qadam, hujjatlarni tayyorlang. Sizga odatda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olayotganingizni tasdiqlovchi ma'lumot, kadastr hujjati, mulk huquqini tasdiqlovchi hujjat, to'lov kvitansiyalari kerak bo'ladi. Agar meros masalasi bo'lsa, notarial hujjatlar ham kerak. Agar sizning familiyangiz o'zgargan bo'lsa, nikoh yoki ajrim haqidagi hujjat ham so'ralishi mumkin. 4-qadam, ariza yozing. Arizada men pensioner sifatida menga tegishli turar joy bo'yicha amaldagi qonunchilikka muvofiq soliq imtiyozini qo'llashingizni so'rayman degan mazmunda yozish mumkin. Agar ortiqcha to'lov bo'lsa, oldingi davrlar bo'yicha qayta hisob-kitob qilib, ortiqcha to'langan summani qaytarish yoki kelgusi to'lovlarga o'tkazishni so'rayman deb yoziladi. Men har doim arizaning 2-nusxasiga qabul qilingan sana va kirim raqamini qo'ydirishni maslahat beraman. Elektron yuborsangiz tasdiqlovchi xabarni saqlab qo'ying. 5-qadam, og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Agar xodim sizga imtiyoz yo'q desa, nima sababdan yo'qligini yozma yoki rasmiy tarzda tushuntirib berishini so'rang. Chunki ba'zan xodimning o'zi ham holatni to'liq tekshirmagan bo'lishi mumkin. Rasmiy javobda esa aniq sabab ko'rsatiladi. Mulk sizning nomingizda emas, imtiyoz boshqa obyektga qo'llangan, hujjat yetishmayapti yoki qarzdorlik boshqa davrga tegishli. Sababni bilsangiz muammoni hal qilasiz. 6-qadam. Muddatlarni o'tkazib yubormang. Soliq bo'yicha xabarnoma kelishini kutib yurmasdan yil boshidan tekshirishni boshlang. Ayniqsa 2026 yil uchun yangi hisob-kitoblar shakllanganda pensionerlar va ularning farzandlari bir marta soliq kabinetiga kirib ko'rsin.
Agar xato bo'lsa, to'lov muddati kelmasdan tuzatish osonroq bo'ladi. Muddati o'tib ketgach, qarzdorlik penya, qayta hisob-kitob kabi masalalar ko'payadi. 7-qadam oilaviy hujjatlarni tartibga keltiring. Agar uy marhum ota yoki ona nomida turgan bo'lsa, merosni rasmiylashtiring. Agar uy farzand nomida bo'lsa, pensioner imtiyozi qo'llanmasligini oldindan tushuning. Agar pensioner nomida bir nechta mulk bo'lsa, qaysi biri bo'yicha imtiyoz foydaliroq ekanini hisoblab ko'ring. Bu yuridik masala bo'lgani uchun shoshilib qaror qilmang. 8-qadam mahalladan ham ma'lumot oling, lekin faqat mahalla bilan cheklanib qolmang. Mahalla sizga ijtimoiy yordam kompensatsiya yoki kam ta'minlanganlik bo'yicha yo'l yo'riq berishi mumkin. Lekin mol-mulk va yer solig'i bo'yicha yakuniy hisob-kitob soliq organi va kadastr ma'lumotlariga bog'liq. Shuning uchun har bir masalani o'z joyida hal qilish kerak. Men yana bir amaliy misol aytaman. 52 yoshli pensioner Otaxon 2025 yilda 420 ming so'm soliq to'lagan. 2026 yilda farzand tekshirsa, Otaxon imtiyozga haqli bo'lgan, lekin kadastrda pasport ma'lumoti eski bo'lgani uchun tizim tanimagan. Ular kadastr ma'lumotini yangilaydi. Soliq inspeksiyasiga ariza beradi. Pensiya ma'lumotini ilova qiladi. Natijada 2026 yil uchun hisob bekor qilinadi. 2025 yil bo'yicha esa qayta hisob-kitob masalasi ko'rib chiqiladi. Mana bitta tekshiruv oilaga bir necha 100 ming so'mni tejab beradi. Yana bir misol. Pensioner ayolning nomida 2 kvartira bor. Biri kichik, kadastr qiymati 6 million so'm. Ikkinchisi kattaroq, qiymati 7 million so'm. Agar imtiyoz kichik kvartiraga qo'llanib qolsa, katta kvartira uchun soliq chiqaveradi. Ayol ariza bilan murojaat qilib, imtiyozni o'zi yashayotgan va soliq yuklamasi yuqoriroq bo'lgan obyektga qo'llash tartibini aniqlashtiradi. Bu yerda bilim pulga aylanadi. Kim bilsa tejaydi, kim tekshirmasa to'laydi. Demak, 2026 yilda pensionerlar ayrim to'lovlarni, ayniqsa mol-mulk va yer bilan bog'liq ayrim soliq majburiyatlarini to'lamasligi yoki kamaytirishi mumkin. Lekin bu avtomatik va hammaga bir xil qo'llanadigan qoida emas. Eng muhim shartlar mulk kimning nomida? Hujjatlar to'g'rimi? Pensioner maqomi tasdiqlanganmi? Imtiyoz qaysi obyektga qo'llanyapti va ortiqcha qarzdorlik qayerdan kelib chiqqan? Men sizga maslahat beraman. Bugun ota-onangiz, buvingizz, bobongiz yoki o'zingizning hujjatlaringizni tekshiring. Kadastrni ko'ring, soliq hisobini ko'ring, kerak bo'lsa ariza yozing. Bitta ariza, bitta tekshiruv, bitta to'g'ri hujjat sizni ortiqcha xarajatlardan saqlab qolishi mumkin. Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Sizga soliq chiqdimi, imtiyoz qo'llandimi, qaysi hujjatni so'rashdi? Boshqa pensionerlar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumotni bilmagan odam 2026 yilda keraksiz to'lov qilib qo'yishi mumkin.